O'zbek teatr va kino san'atining asoschilaridan biri, buyuk aktrisa va xonanda, O'zbekiston xalq artisti Lutfuxonim Sarimsoqova 1896-yil 5-avgustda Farg'ona viloyati Rishton tumanida tavallud topgan. 1925-yildan Qo'qon teatrida faoliyat boshlagan. Keyinchalik muqimiy teatrda lirik, fojiaviy va hajviy obrazlar, xususan Sen yetim emassan filmidagi Fotima opa, Mahallada Dudu gapdagi Mehrixon rollari bilan xalq qalbidan joy olgan. 1937-yilda O'zbekiston SSR xalq artisti unvoni berilgan. Qo'qon, Andijon, Marg'ilon teatrlarida 1940-1973-yillarda Muqimiy nomidagi davlat musiqali teatrida ishlagan. Sahnada Farhod va Shirinda Shirin, Arshin mollaydi, Jahon xola, Boy iloh xizmatchida Podshoyim kabi yuzlab xarakterli obrazlarni yaratgan. 1931-yildan kinoda Amirlikning qulashi, Nasriddin Buxoroda, Opa-singil Rahmonovalar, Sen yetim emassan kabi bir qancha filmlarda suratga tushgan. O'zbekiston davlat filarmoniyasi qoshidagi dutorchi xotin-qizlar ansamblining tashkilotchisi va badiiy rahbari sifatida faoliyat yuritgan. Lutfuxonim Sarimsoqova 1991-yil 14-yanvarda Toshkent shahrida vafot etgan va Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan. Lutfuxonim Sarimsoqova o'zbek ayolining matonati, soddaligi va go'zalligini sahna va ekranda yuksak mahorat bilan gavdalantirgan san'atkor sifatida tarixda qoldi.